qishloqi men qayerda edim? Hozir qishloqlar bilan jang qilyapman. Hay Yovuz, qishloqlar meni yana qayergadir paydo qilib yuborishdi. Qayergadir uchirib yuborishdi. Endi mayli, mana bu yerda eshik. Bu eshik ochiq ekan. Men hali ham ocha olmasdan yurgan ekanman. Nima nima? Avval kimdir qochganmikin? Hamma eshiklar ochiq ekan. Bu yerda hech bola yo'q, mayli. Hech narsa yo'q bu yerda ham yo'q. Tepaga chiqishimiz kerak tepaga. Mana bu eshik bu qulf ekan. Mana bu qo'limdagi oltin soat bilan ochsamchi. Oltin soat bilan urishga harakat qilamiz. Hoppa, ochildi. Sekin yurish kerak. Xo'sh, mana bu yerlarda hech bola yo'q. Hamma xonalarni qidirib ko'rishimiz kerak. Biz Grinidan arzongina qochishimiz kerak. Lekin bu yerda bitta dona eshik qulf bo'ladi. Shuni ham bilib qo'yaman. Oynalarni sindira olmaymiz. Sindiramiz lekin xullas mayli. Hech bola bo'lmadi. Hozir nimagadir qotib qoldi telefonim. Xavotir olmang, hech bola bo'lmadi desam, bu yer zo'r joy ekan. Mana bu gilamlarni olib olaman. Endi xafa bo'lmanglar, qorni ham sindirib ketaman. Chunki yozda, kuzda hech qanaqa shu polni olib ketib bo'lmas ekanda. Shunaqa bloklarni faqat komand yordamida olsa bo'ladi, lekin bu qanaqa joy bo'ldi? Men tashqariga chiqishim kerak. Tashqariga chiqish kerak. Tashqariga 2-3 qavatga chiqmasdan tez chiqish kerak. Chiqish eshigini topish kerak. Bu yerda faqatgina bitta zanjirli xona bor. Zanjirli dedim, qulfli bitta xona bor. Yo'q, bu 3-qavat. Bu o'zi endi boboning yotoqxonasi, bobojonning yotoqxonasi. Bu nimani qilib junni sindirib olsak bo'ladi. Xo'sh, bu yerda hamma narsa ko'rinyapti. Shuni sindirib ketsam, hech kim xafa bo'lmasa kerak-a. Bizning taraflarda bunaqa narsalar juda qimmat turadi. Qulf oldik. Endi pastga tushamiz. Kim bu yerni ochib qo'ygandi? Tez. Labirint qilish kerak. Mana pastda. Bu yermas ekan. Topdik, yaxshi. Ana ekan. Qoch. Mana bu yer ochiq-ku. Kim ruxsat berdi bu yerdan ochishga? Hozir nimadir topish kerak bu yerda. Bekor ketmaslik kerak bu yerda. Nimadirlar bor. Meni oltinlarim qani? Oltinlarim topishim kerak-ku. Zo'r narsa. Balkim shu narsa nima ekan? Qani? Rostdan shu otarmikan-a? Qizig'i bir dasta ishlamaydi. Qanaqasi ishlaydi? Buni sindirib, mana bu tugma balkim ishlar, balkim nima deb o'ylaysiz? Yo'q, lekin ishlamasa kerak, nima deb o'ylaysiz? Ishlamaydi. Shoningiz ishlamaydi. Voylanat. Men bo'lib qoldim la'nati. Shu menga kerakmi?